akkumulyatorni ishlatishga tayyor qilib oldik. Bu akkumulyator ham uysizlar. Qizilini plyusga, qorasini minusga. 10 litr suv olib, ichiga mana shlankani tiqib oldim. Inkubatorni birinchi yoqqa aylanib, ozgina shovqini chiqadi. Sababi nasos pusto ishlaydi. Havoni tortib, nasos ichiga kirgandan keyin ovoz o'chadi. Hozir sizlar bilan ko'rsatib beraman ishlashini. Tokka tiqamiz. Termoregulator yonadi birinchi. Namlik kamligini bilib, mana sekin nasos tortyapti suv. Mana sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman tortishini. Mana ichida suv tortilyapti, ko'rasizlar. Hech qanaqa sizlarning yordamingiz kerak emas. Kerakli suv miqdoriga yetganda nasosni o'zi o'chiradi. Mana 800 gram suvda 700-800 gram kerakli miqdorda tortgandan keyin nasos o'zi o'chadi avtomatik tarzda. Mana nasos o'chdi. Ventilyator aylanyapti. Bu ventilyator nega aylanadi? Ventilyator